Usmonaga mana santexnika sohasida professional usta montajnik bo'lish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Xo'p, bu sohada professional santexnik bo'lish uchun o'zi muayyan o'zini davrlarni ichiga oladi. O'sha etaplardan o'tish kerak. Bu muayyan vaqtni, tajribani, bilimni talab qiladi. Shu uchta narsadan o'tib, kerakligini olib, o'zingizga ishonchingiz komil bo'lganda 100% siz o'shanda professional santexniksiz. O'zi aslida professional santexnik bo'lish qiziqish bo'lsa, unaqa qiyin narsa emas u. Buni eng qiyini o'sha professionallik darajasini ushlab qolish. Sababi bizning soha kundan kunga o'sadigan, kundan kunga yengillik chiqadigan soha hisoblanadi. Agar siz o'zingizni professional urovniga chiqib olib, men o'zim professionalman deb o'zingiz ustingizda ishlashni to'xtatdingiz, birovni eshitmayapsiz, yengillikni olgingiz kelmayaptimi? Bilingki, siz professional usta emassiz. Biz ham professional usta bo'lib turib, o'sha oqim bilan ketayotgan ustamiz deya bo'ladi. Hali professionallik darajasiga yetdim degani bu ishlashdan to'xtadim degani desa ham bo'ladi.